Uztransgaz aksiyadorlik jamiyatida sog'lom turmush tarzini targ'ib etish, jamoaviylikni mustahkamlash va xodimlar o'rtasida hamjihatlik muhitini yanada kuchaytirish maqsadida sog'lom turmush, jamoa birligi va yuksalish garovi shiori ostida sport musobaqalari hamda madaniy-ma'rifiy tadbirlar tashkil etildi. Mazkur tadbirda jamiyat markaziy apparati hamda uning tarkibiy tuzilmalari, hududiy va ishlab chiqarish korxonalaridan jami 400 nafardan ortiq xodimlar faol ishtirok etdi. Musobaqalar doirasida ayollar va erkaklar jamoalari futbol, voleybol, stol tennisi, shaxmat va shashka kabi sport turlari bo'yicha o'zaro bellashdilar. Qizg'in va murosasiz ruhda kechgan bahslarda ishtirokchilar o'zlarining jismoniy tayyorgarligi, epchilligi hamda qobiliyatlarini namoyon etishdi. Yakuniy natijalarga ko'ra futbol musobaqalarida Muborak magistral gaz quvurlari boshqarmasi jamoasi faxrli birinchi o'rinni egalladi. Ikkinchi va uchinchi o'rinlar Farg'ona hamda Kogon magistral gaz quvurlari boshqarmasi jamoalariga nasib etdi. Stol tennisi bo'yicha erkaklar o'rtasida G'allarol jamoasi g'oliblikni qo'lga kiritgan bo'lsa, ayollar o'rtasida Urganch magistral gaz quvurlari boshqarmasi jamoasi tengsiz deb topildi. Shaxmat musobaqalarida erkaklar o'rtasida Qoraqalpog'iston jamoasi, ayollar o'rtasida esa Urganch jamoasi yetakchilik qildi. Shashka yo'nalishida erkaklar o'rtasida Muborak jamoasi, ayollar o'rtasida esa Qo'ng'irot jamoasi birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Voleybol bahslarida erkaklar o'rtasida Gazda jamoasi, ayollar o'rtasida esa Qoraqalpog'iston magistral gaz quvurlari boshqarmalari jamoalari g'olib bo'ldi. Bu ko'hna shaharga faqat sport musobaqalari uchun emas, balki ko'hna obidalarni ziyorat qilishga ham keldik. Tarkibiy tuzilmalar bir-birlari bilan bellashdilar. Hurmatli prezidentimiz ham faqat o'z chiqishlarida sog'lom turmush tarziga katta e'tibor beradilar. O'shanga bizning aksiyadorlik jamiyatimiz ham sog'lom turmush tarziga e'tibor beradi. Ayniqsa yoshlar o'rtasida, ayollar o'rtasida musobaqalar qilib turamiz. Ana bugun 400 ga yaqin xodimni shu musobaqaga chorladik. O'tgan yil sport tadbirlari Ko'hna Buxoroda bo'ldi, bu yil Samarqandda bo'ldi. Shunaqa davomiylik qilib har bitta viloyatda o'tkazamiz. Bu bilan birga har bitta viloyatni o'rganib, ularni yana bir marta imkoniyat tug'iladi xodimlarga bu shaharlarni qayta va qayta ziyorat qilishga, yana qayta o'rganishga. Taqdirlash marosimida so'zga chiqqan mutasaddilar bu kabi sport va madaniy tadbirlar xodimlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, jamoaviylikni mustahkamlash hamda ish unumdorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidlashdi. Shashka bilan shaxmatga qatnashdim. Shaxmatdan ikkinchi o'rin oldim. Hayajon albatta bo'ldi. Tashkilotimizni yuzini yorug' qilib qaytaylik degan maqsaddan xursandchilik bo'ldi. Bir-birimiz bilan tanishdik. Keyingi safarlarga ham yutuq olmaganlar ham umid qilamiz, yutuq olib, birinchi o'rinlar, ikkinchi, uchinchi o'rinlar olib qaytib ketishadi deb. Men bugun stol tennisi bo'yicha ishtirok etdim. Afsuski, sovrinli o'rinlar egallashga imkoniyat bo'lmadi, ammo bugungi sport musobaqalari bizani birlashtirish, harakatda bo'lish, har doim rivojlanishda bo'lishiga yo'l ko'rsatdi. Xudo xolasa keyingi o'yinlarda o'rin olishga harakat qilamiz. Musobaqalar yakunida g'olib va sovrindorlar Uztransgaz aksiyadorlik jamiyati tomonidan diplom, qimmatbaho va esdalik sovg'alar bilan munosib taqdirlandi. Shuningdek, tadbir so'ngida xodimlar uchun madaniy dasturlar ham namoyish etildi.